Frontend. Umumiy tushuntirib ketaman, ma'lumot berib. Ya'ni birinchi siz nimani qanaqa ishlashini birinchi tushunib olishingiz kerak-da. Umuman dasturlashda, dastur yaratiladigan bo'lsa, masalan, uy qurishda g'isht terib ketishni tushunasiz-ku? Siz ham men ham tushunamiz, to'g'rimi? Lekin u qanaqa ishlashini tushunish kerak. Shuning uchun tushuntirib ketaman birinchi. Endi kategoriyalari bor. Masalan, frontend. Frontend ichida nimani o'rganib ketamiz? HTML bor. HTML nimaligini bilasizmi? HTML. Nima tasavvurga egasiz? Qanaqa sayt yaratishni o'rgatgan HTML. O'zi nimaligini tushuntirganmi? Yo'q. Tushuntirdim. Bu saytning skeleti. Masalan, oddiy misol, insonni tasavvur qilsangiz, insonni skelet qismi bo'ladi, ushab turadigan qismi. O'sha tushungansiz? CSS ni tushuntirgan, a? CSS nima ekan? Dizayn. Skelet просто skelet turmaydi-ku. Ko'z, qosh, burun, to'g'rimi? Insonga nisbatan aytyapman-da. Chiroq, masalan, oddiy skelet turgani bilan oddiy misol uchun skelet bo'lmagan variantni boshqa. JavaScript-chi? JavaScript nimani aytdim? Yo'q, JavaScript bu dasturlash tili. Mana ikkalasi dasturlash tili emas. Dasturlash tili JavaScript. JavaScript bizda HTML, CSS dan tashqari saytni harakatga keltirish uchun ishlatamiz. Murakkab bo'lgan hisob-kitoblar, masalan, tushunyapsizmi? Hisob-kitob, algoritmlari, yana qanaqadir murakkab bo'lgan animatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, mana shu JavaScript yordam beradi bizga. Xo'p, TypeScript degan narsamiz ham bor. TypeScript. Yana men ko'pincha buni boshqacharoq qo'llayman. Bu JavaScript ukasi bu. TypeScript chiqarilgan. Buni Microsoft chiqargan. Ya'ni nimaga? C# dan ilhomlanishganda ular. C# degan dasturlash tili bor. C# dasturlash tili, ya'ni hozir dasturchilar ko'p biladi. .NET degan programma bor. .NET. Mana shu .NETni o'zi tagi mana unda. TypeScript, ya'ni JavaScriptga yonma-yon qilib turib TypeScript chiqarishgan. Ya'ni TypeScript nimaga yordam beradi? Asosan type degani ingliz tilida yaxshimi, sal bo'lsa ham? Type ya'ni turlar bilan ishlagan, ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, JavaScriptni da ba'zi bir dasturlash tili yaxshi, prosta qo'pol xatolarini masalan buni to'g'rilab ketgan. Bunda ishlash bunga nisbatan yaxshiroq. Endi masalan dastur yozayotgan payti siz TypeScript yozsangiz, masalan uni JavaScriptga render qilib o'tkazib, keyin u tushunadi-da dastur. Keyin Bootstrap degan narsamiz bor. Bootstrapni tushuncha berdimmi, yo'qmi? Yo'q. Bootstrap CSS ni nima deydi? Ya'ni Bootstrapni o'zagi u asli CSS, tushunyapsizmi? Tagi CSS da qilingan. Ya'ni siz masalan bitta tugmani yozish uchun 20 qator kod yozasiz CSS da. Masalanda, tushunyapsizmi? Bootstrapda bir qator kod yozasiz. Ya'ni Bootstrap siz uchun hamma narsani tayyorlab qo'ygan nima deydi? Texnologiya desangiz ham bo'ladi. So'z kelmay qoldi. Xullas, CSS da tugmalar, dizaynlar, hamma narsani tayyorlab qo'ygan varianti Bootstrap. Bootstrapda ham sayt ko'tarsa bo'ladi, CSS dan 0 dan yozsa ham bo'ladi. Tushundingizmi nima deganim? Xo'p. Keyin jQuery. jQuery JavaScriptni oson usulda foydalanadigan bir frameworkchi. Framework bu xuddi bir aytdim-ku, mana CSS ni tagi mana Bootstrap bo'lsa, Bootstrap tagi CSS deyapman, to'g'rimi? jQuery ning tagi JavaScript. O'zi asli mana uchalasi haqida. Lekin bu qo'shimcha instrumentlar biz uchun foydalanadigan. Va bizda oxirida ishlatadigan eng asosiy nimamiz Vue.js texnologiyasi bor. Vue.js ning ichida mana shuni hammasini bir vaqtda o'zida foydalansa bo'ladi. Hammasini alohida chaqirib ishlatgandan ko'ra, masalan, buning ichida bitta umumiy qilib ishlatamiz Vue.js ni o'zi. Frontendni o'zida mana shular o'rganamiz hammasini. Noldan sayt yasaganimizda boshqa
loyihalar qilganimizda ham. Backend qismi bor. Backend qismi. U saytning miyasi desangiz bo'ladi. Sizga ko'rinmaydigan tarafi. Insonni ko'rinishi bor, ichki anosi bor, to'g'rimi? Siz miyangizda nima o'tayotganini bilmayman. Xotira bor, to'g'rimi? Xotira, ichki tuzilishlar u backend qismi bo'ladi. Mana bu yuz ko'rinish, ya'ni sayt bilan YouTube'ga kirasiz, to'g'rimi? YouTube'ga kirganingizda YouTube'ni ko'rasiz, to'g'ri videoni, lekin u YouTube'dagi videolar, kommentlar, kimdir so'kkan, misol uchun, to'g'rimi? Yoki ustidan nimadir yozgan, kimdir hit qilganlar, o'sha ma'lumotlar qayerdan kelyapti, like bosilyapti, to'g'rimi? O'sha narsani qilib beradigan backend bo'ladi. Chizmada tushuntiraman, keyin tushunib olasiz. Backendda nimalar o'rganilinadi bizda? JavaScript xuddi mana shu narsani ikkinchi marta bu yoqda o'rganmaymiz. Bir marta o'rgangan narsangizni bu yoqda ishlatib ketaverasiz. Xo'p, keyingi TypeScript bor. Aytdim. Node.js bor keyin. Backend uchun kerak. PayMe'lar mana shunda ishlaydi. PayMe ishlatasizmi? PayMe. To'lov tizimi bilan bog'liq proyektlar bor-ku, Node.js da yaxshi ishlaydi. Ham tez. Juda tez ishlaydi. Hozirgi paytda mana dunyo bo'yicha mana bu videoni ko'radi hamma. Top dasturlash tili emas, top ishlatiladigan dasturlar bor-da, backend qismida. Birinchi o'rinda turadigani C# bo'ladi. Ya'ni C# ni .NET degan texnologiyasi bor. Boya aytganim. Sekundiga 7 millionta ma'lumot bilan ishlaydi, sekundiga. Keyingisi Java'ni bilaman. Java dasturlash tili bor. Java'da masalan o'zini nimasi bor, texnologiya Spring Boot masalan. Ikkinchi o'rinda turadi. 2,5-3 million sekundiga ma'lumot. Keyingisi Node.js bo'ladi. Bu uchinchi nimada turadi? Sekundiga 800 mingta shunaqa. Keyingilari ketaveradi. Pythonniki, PHPniki masalan. Hammanikini ishlatish o'zini o'rni bor-da. Keyin ma'lumot baza bilan ishlaganimizda MongoDB, MySQL, MySQL, PostgreSQL, Postgre'midi? Xullas. Keyin nima bor? Redis texnologiyasi bor. RabbitMQ degan texnologiya bor. Mikroservislar bilan ishlaymiz. Mikroservis. Keyin socket degan narsa bor. Socket bu real time vaqtda ishlaydigan texnologiya. Masalan, chatlarga yoki boshqa nimalarda paymentlar bilan ishlanadi. Payment emas, keling shuni transaction deylik, transaksiyalar bilan. Transaksiya asosan to'lovlar. To'lov tizimlari bilan. Pul tashaganda pul tushishi bor, o'sha narsalar bor. Yana nimalar bor? Express texnologiyasi bor. Uni o'rtog'i bor, Nest.js bor. Backend o'rganish uchun mana shu narsalarni bilish kerak asosan. JavaScriptda o'zida. Xo'p. Mana shu ikkita, endi biz mana uni o'rganamiz. Endi tushuntirib beraman. Bu prinsip qanaqa ishlaydi o'zi, saytlar. Ayo. Chizib ko'rsatib beraman. Qarang. Masalan, sayt bor, to'g'ri? Mana YouTube'da men просто dizayn anaqa zo'r chizmayman-ku. YouTube'da mana misol tushuntirib beraman. Biz hozir nimani bilishimiz kerak? Saytlar, loyihalar, programmalar umuman olganda qanaqa ishlaydi, shuni bilishimiz kerak. Asosiy tushunchasi. Masalan, oddiy misol YouTube'dan tushuntirib beraman. Masalan, YouTube bor, to'g'ri? Mana video ko'radigan joyi bor, mana yerda videochalari bor, to'g'rimi? Shunaqa videochalari bo'ladi. Mana tushunchaga ega bo'ling birinchi. YouTube'chalari bor masalan. Mana videolar turadi. Mana yerda video haqida kommenti, urtepalar, so'k hammasi pastda turibdi. To'g'rimi? Like bosadi, boshqa qiladi.
Endi bizda bu yoqda backend degan narsa bor. Backend. Ya'ni mana bu backend hisoblanadi. 20 ta qolibdi o'zi 8 yetar ekan. Mana bu front-end qismi hisoblanadi. Front-end. Buni bitta rangga olaylik. Keyin mana shuni bitta bu yoqqa qilib qo'ysak, shu yerga backend deb yozib qo'yaylik. Nima shartmiz? Va bizda ma'lumot ombori bo'lar ekan. Xotira. Tushunyapsizmi? Xotira. Qanaqa ishlaydi sayt? Qarang. Masalan, siz qaysidir videoni ko'rmoqchisiz. To'g'rimi? Masalan, mana videoni qarang. Telegramdan xabar yozasizmi? Instagramdan videoni o'tkazasizmi, to'g'rimi? O'tkazish bo'ladimi? O'yin o'ynaysizmi? Umuman olganda telefondagi qanaqa dastur bo'lishidan qat'iy nazar, men sizga umumiy nazariyasini tushuntirib beryapman. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, u misol uchun video primoyda gaplashasizmi, streamda masalan, to'g'rimi? Kimgadir like bosasizmi, nima qilsangiz ham har qanaqa ijtimoiy tarmoqda yoki bo'lmasa platformada o'tirganingizdan nazar tutyapman. Jarayon mana shunaqa ishlaydi. Ya'ni ko'rinish jihati bor va orqa qism bor, backend qism. Ya'ni siz faqat bu yoqni ko'rasiz, bu yoqni ko'ra olmaysiz. Bu bir. Endi ishlash qanaqa bo'ladi? Masalan, men mana bu videoni ustiga bosadigan bo'lsam, mana masalan chizadigan narsasi, mana. Baragan chizadigan. Masalan, mana videoni ustiga bosdim. To'g'rimi? Ustiga bosganingizda bu yoqda video ko'rinadi, to'g'rimi? Lekin jarayon asli boshqacha bo'ladi. Mana bu videoni ustiga bosganingizda front qism bor-ku, mana front qism. Bu front qismda, ya'ni front oldi ko'rinadigan qismga nisbatan aytamiz. Mana bu front qismi backendga mana shu videoni topishni aytadi. Mana shu videoni. Tushunyapsizmi? Va backend uni ma'lumot omboridan qidiradi. Bu yoqda omborda hamma ma'lumotlar, rasmlar, videolar bu yoqda turadi. Backend vazifasi ma'lumot bazadan, tushunyapsiz? Ma'lumot bazasini front qismga uzatib berish uchun kerak. O'rtada bir vositachi. Restoranga kirasiz, ovqatlanishga oilaviy. Siz stolga o'tirasiz, to'g'rimi? Bu yoq bo'ladi-da. O'rtada ofitsiant bo'ladi, mana bu oshxona bo'ladi. Ofitsiant o'rtada oshxonadan ovqatni olib kelib sizga beraveradi. Tushunayapsizmi? Shuni savol bo'lsa aytavering. Ma'lumot omborlarida masalan foydalanuvchilar mana misol uyingizda ana bor-ku, nima deydi? Sklad bor-ku, masalan, shkafingiz bor, to'g'rimi? Kiyimlar alohida, shimlar masalan alohida, oyoq kiyimlar alohida polkada turadi, to'g'rimi? Qishkilar alohida, yozgilar alohida masalan. Tartibli turadi-da. Ma'lumot bazasida ham xuddi shunaqa. Foydalanuvchilar alohida joyda turadi. Videolar alohida joyda turadi. Rasmlar alohida joyda turadi. Kommentlar alohida joyda turadi. Kommentga atvet qoldiradi, to'g'rimi kimdir? Ular alohida joyda turadi. Yoki bo'lmasam, siz qiziqqan narsalaringiz bor-ku, masalan, qiziqishlaringiz, mana YouTube algoritmi, Instagram algoritmi shunaqada videoni qaysi videoni ko'p ko'rsangiz, o'sha videoni qiziqishlaringizni bir joyga olib qo'yadi, saqlab qo'yadi. Tushuntirib beryapmanmi? O'sha xuddi mana shunaqa qilib turib, polkalarga ajratib oladi o'zini. Tushuntirib beryapmanmi? Bu nechtaligini men bilmayman. Chunki loyihani katta kichikligiga qarab yoziladi-da u narsa. Ya'ni backend qismi mana bu narsa videomi bosgan payti, mana front bosgan payti front-enddan backendga so'rov yuboriladi. Ya'ni mana shu videoni top degan narsani backendga yuboradi. Front qism mana. Front backendga aytayapti, shu videoni top. Backend o'sha videoni topadi, masalan, mana yerda video turibdi, to'g'rimi? Shuni ichidan videoni topadi. O'sha video topib kelib turib nima qiladi? O'sha joyga chiqadi. Lekin bizda bitta ustiga bosganimizda maytda o'sha video paydo bo'lib qoladi. Bizda shunday ko'rinadi. Lekin jarayon mana shunaqa ishlaydi. Qanaqa savol? Tushundingizmi qanday ishlaydi? Demak, biz hozir nima qilamiz? Biz mana
uzr. Biz mana shu qism bilan ishlaymiz. Birinchi. Shu qismni yasashni o'rganamiz. Keyin mana bu qism bilan ishlashni o'rganamiz. Keyingi bosqichda. Endi tanlovga bog'liqda kimdirlar backenddan boshlaydi, kimdirlar frontdan boshlaydi. Lekin vaholanki buni o'zini bittada qiladigan odamlar ham bo'ladi-da. Masalan, men shunaqaman. Unda ham bunday ham ishlayman. Ya'ni nima demoqchiman? Ba'zi programmistlar faqat bunda ishlaydi. Ba'zilar bunda ishlaydi. Ba'zilar o'pish ikkalasida ham ishlaydi-da. Tushundingizmi nima deganim? Loyihani har qanaqa loyiha olganingizda, proyekt, sayt olganingizda, uni baribir fronti ham bo'ladi, baribir bekendi ham bo'ladi. Unda front bo'lishi aniq, bekend bo'lishi aniqda. Endi savol, siz frontni o'qidingiz, to'g'rimi? O'rganasiz-ku. Ertaga baribir siz masalan front qismini men qilaman deysiz, sherik topasiz bekendchi. Tushuntirib beryapmanmi? Bekendchi topasiz, ikkalangiz birga qilasiz. Endi kelishib o'zingizga bog'liq masalan. Pul nima qilasiz ertaga klient bilan gaplashganingiz. Ikkalasini bilsangiz, ikkalasini ham o'zingiz qila olasizda. Bittasini bilganingiz bilan ikkinchisini agar bilmasangiz, unga sherik topishingiz kerak yoningizga. Endi demoqchi bo'lganim, masalan, komanda bilan ishlaganingizda ham kimdir qaysidir joyini bo'yniga oladi-da, frontni yo bekendini masalan. Faqat front bekend bilan cheklanib qolmaydi. Bundan tashqari yana narsalari bor. DevOps nimadirlar. Endi u yog'i endi boshqa, juda chuqurlashib ketadi. Shuning uchun sizga men tushuntirib berdim. Umumiy tushuncha, ishlash prinsipi mana shunaqa. U xoh bo'lsin, oddiy masalan Instagram bo'ladi-ku, to'g'rimi? Instagramda men aytdim, misol uchun like bosasiz, comment, birovga jo'natasiz, to'g'rimi? Keyin videoni tepaga o'tkazasiz. O'sha o'tkazganingizda hammasi backendga borib turib, o'sha videoni nima qiladi? Sizga olib kelib beraveradi. Mana shunaqa jarayonda aylanib ishlayveradi. O'ynaganingizda ham xuddi shunaqa masalan prinsipda. Otgan o'qiz bor-ku, otgan o'qiz qanaqadir radiusda borib o'sha odamga teganda o'ladi, to'g'rimi? O'lganda o'sha o'ldi, mana shu odam nimasiga yozildi deydi, mana bu yoqqa yozib qo'yadi. Ma'lumotlar hammasi bir joyda turadi. Backend o'rtada vositachi, frontend bizda ko'rinish bo'lyapti. Jarayon shunaqa. Xoh Telegramda chat yozasizmi, xohlasangiz primoy qilasizmi, farqi yo'q u narsa. Telegramga kimgadir like bosingiz, olovcha qoldirsiz. Hammasi shunaqa ishlaydi. Olovcha tugmani bosaman, backendga yuboradi, backend o'shani olovchani ba'ziga mana shu odamga olovcha bosib qo'y deb yozib qo'yadi-da, xotiraga. Xotiraga saqlaydi, xotirada bizda. Backend o'sha narsani saqlab qo'yadi. Va keyin sizda ko'rinadi, olovcha paydo bo'lib qoladi. U saqlandi degan ma'noda. Prinsip mana shunaqa. Xo'p, endi juda chuqurlashmaylik. Bir boshdan boshlaymiz. Nimalar kerak bizga? Birinchi galda kod yozish uchun bitta narsani ham aytib ketishim kerak. Shu narsani men aytish esimdan chiqib qoldi. Sun'iy intellekt degan narsani endi sizga notanish emas, hammaga tanish bo'lib qoldi. Sun'iy intellekt bilan misol uchun kod yozasiz, to'g'rimi? Kod yozasiz. Hech kod yozib ko'rdingizmi? Yozdingiz. Kod yozishgan paytimizda masalan sun'iy intellekt bilan birga ishlatsak ham bo'ladi. Men hozir sun'iy intellektni o'rgatmay turaman, chunki birdaniga hozir kod yozgan paytingiz sun'iy intellekt bilan nima desa bo'ladi? Birga qo'llanishni agar tushuntirib qo'ysam, siz sun'iy intellektga o'rganib qolasizda, o'shanga vazifangizni qildiraverasiz. Buni yomon oqibatini ham aytib ketaman. Qarang. Kod yozishda bilmagan hozir shunaqa termin chiqib ketdi. Vibe coding degan narsa chiqib ketdi. Vibe coding degan narsa bor. Vibe ekan, uzr. Uni yaxshi va yomon taraflarini aytib ketishim kerak sizga. Bu meni vazifam. Vibe coding sun'iy intellekt bilan kod yozish. Umuman kod yozmasdan turib ham sayt yaratsa bo'ladi. Tushunasizmi deganim? Bu bitta video ham chiqardi kecha. Lekin qarangki, trend bo'lib ketdi hozir, lekin uni oqibatini bilmaydi hech kim. Instagramdan ko'rgan, saqlanib qo'ygan shu sun'iy intellektdan sayt yaratishni o'rgatgan. To'g'ri, endi kimdirlargadir u zo'r ekan. Demak, programmist kerak emas ekan degan fikr bo'ladi. O'zi shunaqa onga shunaqa narsa shakllanadi.
Umuman olganda bu mana shu sun'iy intellekt bilan sayt yaratish, vibe coding deb tushunsak, bitta yomon tarafi bor. Eng yomon tarafi u xavfsizlik jihatdan sun'iy intellektga kafolat bermaydi. Bu real faktiski narsani aytaman. O 2010 nechinchi yil? 2020-21-yilda adashmasam qaysidir nimada ko'rgan edim, bir loyiha bo'lgan. Loyihani sun'iy intellekt yaratgan, xuddi vibe coding asosida. Sun'iy intellekt qilib beradi masalan. Lekin uni xavfsizlik jihatlarini kuchaytirilgan darajada qilib bermaydi sizga. Uni bemalol buzib, ular yakson qilib tashlasa bo'ladi. Tushuntirib olyapmanmi sizga? Qachon vibe codingga o'tish kerak? Maslahat eng tozasi mana. Kodlashni siz bilasiz. Dastur yoz, masalan, sun'iy intellektsiz ham siz kodni yozib qila olasiz o'sha ishni. 100% qila olasiz. Sun'iy intellekt sizga shunchaki qo'shimcha instrument, qaysidir joylarni sizga qilib beradi. Bu yoqdan o'zingiz ham ishlaysiz. Lekin loyihani to'liq sun'iy intellektga ishonish 100% xato ish. Tushunasizmi aytganim? Qachon sun'iy intellekt bilan kod yozmasdan sayt yaratsa bo'ladi. Dizayn qismlarini yaxshiroq hozir. Dizaynni masalan qilib berganda yaxshiroq, chunki sun'iy intellekt zo'r dizayn qiladi. Sizni masalan o'sha dizaynni siz ham qila olasiz, lekin vaqtingiz ko'p ketadi. Vaqtdan yutish uchun sun'iy intellektni ham yozdirsa bo'ladi. Tushunasizmi? Lekin xatosini to'g'irlagan, mana sun'iy intellekt yozib bergan narsasini, xatosini siz qaysidir joyini o'zgartirishingiz yoki nimadir qo'shimcha qilgan paytingizda eng yomon narsa nima deymi? Xuddi mana bu narsaga o'xshaydi. Siz qarang. Asar yozasiz-ku, kitob yozasiz. Ya'ni kod yozasiz deb tasavvur qiling. Xuddiki birovga kitob yozdirdingizda, tushunyapsizmi? Siz asar yozyapsiz, ya'ni kod yozyapsiz deb tasavvur qiling. Bitta hikoya yozishingiz kerak. 100 betlik asar yozdingiz. O'zingiz qo'ldan. Qaysi betida nima yozganingizni siz bilasiz, to'g'rimi? Bu o'zingiz qo'lda kod yozsangiz, o'sha qatorda nima kodingizda qanaqa xato borligini tushunasiz. Lekin sun'iy intellekt yozdiryapti. Ya'ni siz o'sha asaringizni menga yozdiryapsiz. Men sizga 100 betlikni yozib berdim. Siz umumiy hikoyani tushundingiz, to'g'rimi? Lekin ichida qaysi qatorda nima yozganimni bilmaysiz. Shunaqa holat bo'lyaptiki, asarni o'sha joyda qahramonni nimadir holatini o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni tushunyapsizmi? Kodni qaysidir joyini o'zgartirishingiz kerak. Men yozib bergan asarni borib boshidan o'qib chiqishingizga to'g'ri keladi. Sun'iy intellekt yozgan narsani boshidan o'qib, tushunib, keyin o'sha joyni o'zgartirishingiz kerak. Bu degani vaqtni yutqazasiz degani. Tushuntirib oldimmi? Ya'ni qachon kerak? Qaysidir joylarni sun'iy intellektga qildirganda o'sha joyda ishlatilinadi. Yaxshi. Videoni ko'pchilik ko'radi, lekin bo'lmabdi. Bu faktiskiy narsa. Mendan tashqari dasturchilar ko'pini misol tasdiqlaydi. O'zingiz qo'lda yozgan kodni ham o'zingiz tushunasiz, ham qanday qilganingizni bilasiz. Masalan, qaysidir qiyin joyda logikasi qiyin bo'lyapti, to'g'rimi? 5 qator kodni topa olmayapsiz. Shuni intellektka qildirib. O'sha joy. Tushunasizmi? Lekin butun saytni ishonib bo'lmaydi. Lekin biz hozir mana uni o'rganamiz, keyinchalik bunga birdaniga o'tib, masalan, qilib tashlasa bo'ladi. Endi shuni men sizga yaxshi yomon tarafini aytib ketish hozir vazifamda, shuning uchun aytib qo'yay. Xo'p, bizga nimalar kerak? Bizga eng kerak, hozir kerak bo'ladigan qanaqa, mana kompyuter oldingiz, kompyuter olganingizdan keyin bir boshdan ustanovka qilish kerak, kerakli instrumentlarni. Birinchisi Visual Studio Code degan dastur bor. Internetga yozasiz, Google'ga birinchisini chiqarib beradi. Visual Studio deganini yozib qo'ymang. Visual Studio alohida. Visual Studio Code'ning o'zi alohida dastur. Bu nima u deydigan bo'lsak, xuddiki daftarda siz yozasiz-ku, daftarga yozasiz. Kodni ham nimadirga yozishingiz kerak-da. Daftarga o'xshagan narsada sizga. Shu anaqada ishlagan saytdami? Bundan tashqari yana har xillari bor. Masalan, Web Storm degani bor. Web Storm deyiladi ko'pchilik. Web Storm bor, Web Storm ham zo'r. Eng zo'ri ham pastda o'zi mana shu hozir. Keyin Cursor AI bor. Cursor AI. Men mana shuni ishlataman o'zim. Mana Cursor AI. Bu ham xuddi kod yozadigan instrument. Aytdan skachat qilinadi. Masalan, Web Storm ichiga kirsak, Web Storm bitta yomon tarafi bir oy tekin beradi, bir oydan keyin pullik. Student bo'lsangiz, agar talaba bo'lsangiz 1 yil tekin qilib beradi. Talaba bo'lmaganlar uchun 1 oy tekin qilib beradi birinchisiga. Maza qilib ishlatasizda keyin pul to'laysiz.
Shunisi bor. Visual 100% tekin. Keyin Note hozir mashhurlari mana shu. JetBrains bu OpenAI adashmasam. Bizga mana bu kerak. Visual Studioga kirasiz. Kirgan paytingizda mana bu joyda skachat degan joy bor. Download. Downloadda bo'lsangiz Windows bo'lsa Windows, Ubuntu bo'lsa Ubuntu, Mac bo'lsa Mac. Qaysi bir bo'lsa, masalan bizda Windows. Windows ustiga bosasiz, o'zi avtomatik mana bu yerga yuklab oladi. O'zi. Ya'ni menda yuklangan bu narsa skachat qilingan. Ya'ni mana tayyor qilib qo'yganman. Masalan, buni masalan bu yoqdan skachat ham qilaveraylikchi. Birin-ketin tushuntirib beraveramiz. Nima u o'zini ana Play Marketchalari borda birinchida o'zini ustanovka qilish kerak bo'lgan narsalari bor, o'shani ham birato'la ko'rsatib beraman. Okay. Xo'sh. Bo'ldi, skachat bo'ldi. My kompyuterga, Edit kompyuterga kirib olasiz. Net. Edit kompyuterga kirganingizdan keyin Zagorskiy yoki download turadi. Mana o'zi programma turibdi mana. Visual Studio. 2 marta ustiga bosasiz, mana qo'yni ochiladi. Primat, dalay, добавкаlarni qo'shib qo'yasiz. Ya'ni rабочий stol kalam ekranda chiqib turish uchun masalan mana bu narsa. Itak dalay, установка, установить. Men uстановка bo'lgan, bu baribir ko'rib olaverasizda. Keyingi programma bizda Node.js degan dastur bor. Node.js. Node.js uстановка qilib olasiz. Bosamiz, backend qismiga kerak bo'ladi. Mana Node.js birinchi turibdi. Undan oldin siz birinchi kompyuterga o'rnatilmaydi. Mana kiramiz birinchisiga bu yoqda mana sayt ochiladi. Download degan joyi bor. Va mana bu yerdan 24 bersak, mana LTS ni oxirgi variantini oling, current degan 25 bu hozir chiqdi. Hozirgi paytda ishlatilyapti. 24 masalan o'rnatasiz. Windows bo'lsa Windowsga. Va mana bu yerda MCI turibdi. Ustiga bosasiz, mana bizga skachat qilish mana bu 30 megabayt ekan. Bo'ldi, bu tugadi. Mana bu endi hozir visual ishlashni ustonovga qabuldi. Endi mana bu Edit kompyuterda kirganingizda mana hozir Node.js ham skachat qilib oldi mana VS Code ni oldida. Buni ham ustiga 2 marta bosasizda, buni ham o'rnatib olasiz kompyuteringizga. Node.js welcome. Next. Принять. Next. Next. Dalay ketaveradi. Mana shunaqa. O'yinni ustonovga qilgan nega? Keyingi saytni ham aytib ketaman. Keyingi saytimiz bizda Git. Git haqida ma'lumot kelganmiz. Git xuddiki bizdagi kodlarimizni qanaqadir joyga saqlab qo'yadigan instrument. Kodlaringiz masalan qayda xuddi bir anoda onlayn kodlar yig'ilib turadigan anonga o'xshaydi. Fleshkaga o'xshaydi. Kodlaringiz bor, fleshkaga olib yurmaysizda, Gitga yuklab qo'yasiz, Gitda turaveradi. Git serverda turadi. Tipa yo'q, server emas u. Masalan, kodlar endi Git ichida komanda bilan ishlanadi. Ya'ni kodlarni hamma bir-biriga ulashadi, masalan. Bir kelamiz hali unga. To'liq. Gitda nima qilasiz? Mana Git degan yozganingizdan keyin Git download deb yozasiz. Yuklab olish. Va birinchisiga kirmang. Tavsiya qilmayman mana Git download. Iloji bo'lsa, mana bu Git cm clone versal app mana shunga kirganingiz yaxshiroq. Chunki mana bunga kirganingizda sayt ishlamay qolish ehtimoli bor-da, mana hozir ham shunaqa ahvol. Shuning uchun mana download ikkinchisiga bosadigan bo'lsangiz, downloading package deb yozib qo'yibdi. Mana 32 64 nima deyapman? Qaysi birini olish kerak? Qayerdan bilasiz misol? Kompyuter ushlaganini olish kerak. Endi qayerdan bilasiz? Biz bitta ikkalasi turibdi hozir. Buni bilmaysiz, to'g'rimi? Demak, bilib olishimiz kerak. Biz kompyuter 64 dan 32 dan. Qayerdan bilamiz? Windows E ilhomdagi E bor-ku, Windows E ni birdaniga ketma-ket bosasiz, Windows E ni bo'lsa, nastroyka ochiladi. Yoki bo'lmasa, mana bu yoqda o'zini nastroyka joyi ham bor. Nastroyka kirasizda, mana shu joydan sistema degan joyi bor.
Sistemani tagiga tushgan paytingizda eng pastda o sistema degan menyu bo'ladi. Bu Windows 10 da ham, 11 da ham shunaqa joyi bor. Kirgan paytingizda bu xuddi telefoningizni markasi, modeli haqida ma'lumot beradigandek gapda. Operatsion xotira mana protsessor shu, operativka mana shuncha. Mana 64 razryad deb yozib qo'yibdi. Shuningdek biz kompyuterimiz necha ekan? 64. Agarda mana shu joyda 32 yo 86 bo'lsa, ikkalasi bir xil degan. 32 bilan 86 bir xil ishlaydi. Tushuntirib oldimmi? Endi mana yerda qarangki, 32 turibdi. To'g'rimi? 64 bor. Menda masalan sizda shunaqa vaziyat bo'ladi. 32 bo'lsa, zo'r. 32 ni o'rnatib olaverasiz. 64 bo'lsa, 64 o'rnatasiz. 86 bo'lsa nima qilaman desak, 86 bo'lsa ham 32 ni o'rnatasiz. Tushungan? Okay. 64. Demak, biz kod yozganimizda ustonovka qilib oladigan narsalarni birinchi qilib olish kerak. O'zimizga olib. Node.js ketdi, VS Code ni o'rnatib oldik. Mana ochib olsam, bilib oldingiz. Finish mana tugadi. Ishi yaxshi, mana bo'ldi. Bizda mana tushdi, mana git. Ustiga 2 marta bosasiz. Uстановка ham o'sha. Dalay ketaveradi. Okay. Install qilamiz. Demak, finish. O'chirib tashlaymiz. Bular kerak emas. Kanal. Xo'p. Bo'ldi, uстановка bo'ldi. Endi tekshirib olamiz. Windows R ni birga bosasiz. Mana bunaqa oyna ochiladi. Shu oynada biz yozishimiz kerak. Ana shu oynaga CMD deb yozasiz. Okay? Oyna ochiladi. Terminal ochiladi sizda. Qora oyna bor-ku, ko'rgansiz-ku. Terminal ochiladi. Shu joyiga Node.js uстановка qildik-ku Node. Node chiziqcha V ni tekshir. V degani versiya degani. Node V deysiz, agar uстановка bo'lsa, markasi chiqadi 24. Hozir biz 24 uстановка qildik-da. Keyin gitni o'rnatdik-ku hozir. Gitga ham yozasiz. Git masalan git chiziqcha vmidi versionmidi? Ha, mana bor ekan. Mana o'rnatiladi. Agar mana ular chiqmasa, uстановка bo'lmagan bo'ladi. Borib skachat qilib, uстановка qilib, keyin tekshirib olasiz. Tushundingmi? Hop, endi bizda VS Code bor mana. Главный ekraningiz agar chiqmasa, mana bu yerdan o'zingiz oddiy misol mana pustdan VS Code chiqadi. Shuni bosib turib, shunday главный ekraningizga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. O'zingiz. Bizda ikkita, shuning uchun shartmiz. Endi muammo bo'ladi, endi 2 soat nimaga qilding? Nima bo'ldi deb chaqirishim. Windows kasalida mana shu o'chmay qoladi. Qarang. Yangi loyiha ochamiz. Masalan, biz ochishimiz kerak. Masalan, birinchi dars. Bo'lyapti, nimaga yozmayapti? Birinchi dars. Kompyuter qotyapti cho'ta. Papkani hozir chetgacha to'xtab pauza qilaylik. Tushunaldingmi? Tish qilaylik.